Diqqat, hamyurtimiz Eldor Shomurodov haqida tezkor xabar. Endi unga mashhur murabbiy ustozlik qiladi. Assalomu alaykum do'stlar. Bizni qo'llab-quvvatlayotganingiz uchun kerakli xabarlar jamoasi nomidan katta rahmat aytmoqchimiz. Ammo kanalimizning rivojlanishi va unda har doim sport haqidagi xabarlar to'xtovsiz chiqishi uchun uning video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Aziz do'stlar, like tugmachasini bosib qo'yish siz uchun bu 1 soniya vaqt xolos. Biz uchun esa katta motivatsiya. Marhamat, videoni tomosha qiling. Diqqat, A seriyada yana bir tur o'yinlari qoldi. Romani yuqori o'rinlarga ko'targan va Yevropa Chempionlar Ligasi yo'llanmasi uchun da'vogarlikka aylantirgan Claudio Ranieri mavsum qanday yakunlanishidan qat'iy nazar murabbiylik faoliyatini rasman yakunlaydi. Aslida 73 yoshli mutaxassis o'tgan yili Eldor Shomurodov bilan birga Kalyarini yuqori divizionda olib qolganidan keyin boshqa murabbiylik qilmasligini va faqatgina qadrdon klubi Romaga yordam kerak bo'lib qolsa ishga qaytishini aytgan edi. Amalda shunday bo'lib chiqdi. Mavsum boshida Daniele De Rossiya va Ivan Yurich boshqaruvidagi Roma inqirozga uchradi. Klub rahbariyati jamoani qutqarishini so'rab, yana Claudio Ranieriga murojaat qildi. Tajribali mutaxassis qisqa fursatda nimalarga qodirligini ko'rsatdi. Yangi ijrochilarsiz, katta transferlarsiz, tarkibda bor o'yinchilarga tayangan holda natija ko'rsatish mumkinligini, gap jamoada emas, murabbiylik mahoratida ekanligini mujikcha ko'rsatib qo'ydi. Endi Ranieri Roma klubiga egalik qiluvchi Friedkinlar oilasiga sport yo'nalishida maslahatchi bo'ldi. Ranieri anchadan beri o'z o'rniga yangi bosh murabbiy topish ishlarida faol ishtirok etib kelmoqda. Nufuzli manbalardan bir nechtasi, xususan La Stampa nashri, Romaning navbatdagi ustozi germaniyalik mutaxassis Yurgen Klopp bo'lishini yozdi. Manbaga ko'ra, Klopp rimliklarning taklifini 18-may kuni qabul qilgan. Liverpooldagi 9 yillik faoliyatidan keyin o'tgan yil yozda Yurgen Klopp futboldan dam olishi va yangi g'oyalar topish maqsadida murabbiylikdan tanaffus olgan edi. Bir muddat hordiq chiqargan mutaxassis 2025-yilning yanvaridan bir nechta sport klublariga egalik qiluvchi Red Bull konsertida global direktor vazifasida ishlab kelayotgan edi. Agar Yurgen Kloppning Roma bosh murabbiyligini qabul qilganligi rasman tasdiqlansa, Eldor Shomurodov jahon futbolida o'z nomiga ega bo'lgan yana bir mashhur murabbiydan saboq olish imkoniyatiga ega bo'ladi. 29 yoshli legionerimiz Italiyadagi faoliyati davomida bir nechta ustozlar bilan ishladi. Ularning orasida eng mashhurlari Jose Mourinho va Claudio Ranieri hisoblanadi. Endi bu ro'yxatga Yurgen Klopp ham qo'shilishi mumkin. Aziz do'stlar, hamyurtimiz Eldor Shomurodov haqida o'z fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Videoga like bosishni unutmang.